Yaqinda bir intervyuni e'tiborga havola qildik. Bu yapon yigit bilan edi. Unga shunaqa savol berganimizda, u albatta jahlim chiqadi dedi. U qanday savol edi? Aytaylik, siz yo'g'ingizda onangizni kimdir xafa qildi. Siz bunga qanday reaksiya bildirasiz? Azizim, bu bilan onangizni uydagilar xafa qiladi demoqchi emasman, lekin keksalar qo'yni nozik bo'lib qoladi, buni bilasiz. Shu sabab, agar xotirjam ishlayman, xotirjam yuraman desangiz, onangizni vaqtma-vaqt bizning azizimga olib keling. Ularga e'tibor, izzat, hurmat bu bizning murodimiz. Xo'sh, bizda nimalar bo'ladi? Azizimda onajonlarni ham jismonan, ham ruhan sog'lom bo'lishlari, uzoq umr ko'rishlari uchun gerontologiya ilmi asosida mashg'ulotlar o'tiladi. Hamda 3 mahal issiq taom, parvarish, orastalik, qoshlarga, ko'zlarga xinala qo'yish, hammasi bizning baxtimiz. Ishoning, biz buni astoydil bajaramizki, onaxonlar bizga kelishsa xursand bo'lib ketishadi. Eng muhimi, sizni ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Olib keling. Sentyabr oyiga ro'yxatga olish boshlandi azizim.